Endi merenga ruletni bemalol zakazga qilsangiz bo'ladi. Buning uchun bizga tuxum, shakar va albatta to'g'ri ko'rdingiz, uksus kerak bo'ladi. Limon suvi va kraxmal haqida ham unutmaymiz. Tuxum oqini ko'pirtirishga qo'yamiz va yengil pena bo'lganda shakar solishni boshlaymiz. Shakar polni solib bo'lganimizdan keyin limon suvi va 1-2 tomchi uksus solib ko'pirtiramiz. Oxirida kraxmal solib to'xtatamiz. Kalka qog'oz ustiga solamiz edik, xuddi shunaqa videodagi takislab chiqamiz. Ustiga xohishga qarab mindalniy lepestok sepib borsangiz bo'ladi. Qizigan duxovkada примерно 40 minutda pishib chiqadi. Sal sovitib, bunga krem tayyorlaymiz. Kremaga bo'lsa muzdek qaymoqga sgushonka solib mikser qilib olamiz. Shunaqa plotnoy massa bo'lishi kerak. Oradan yarim soat o'tdi, merengamiz sovidi. Endi teskarisini o'girib, qog'ozlarini olib, bunga kremimizning 3 dan 2 qismini solib tekislab olamiz. Hozir malina sezoni, demak malina solamiz. Endi shunaqa tegdik qog'ozi bilan o'rashni boshlaymiz. Nomiga treshini beradi, lekin bu aslida to'g'ri. Endi ortib qolgan kremini nasatkaga solib, shunaqa chiroyli uzor qilamiz va ustiga xohlagancha meva bilan bezatamiz. Aytgancha merenga qilishdagi top 7 ta xatoni siz aktualniydagi merenga papkasidan polni o'qisangiz bo'ladi. Original merenga tayyor. O'rningizda bo'lsam, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yardim. Merengamizni xohlasangiz set qilib sotsangiz bo'ladi, xohlasangiz mazza qilib yesangiz bo'ladi.